Mana bugün 2026-yil 18-fevral baliq oviga chiqdik yana. Natija yomon emas, bor. Somonlar bo'lyapti. Qarmoqlarimiz jim hozircha. Bunda o'shanaqa joydamiz. Joyimizga qaytdik yana. Qarmoqlarimiz turibdi. Natija bo'lib qolsa, inshaalloh deb o'tirdik, lekin bu natija yomon emas. Ko'p emas, nasibaga yarasha bor. 600-700 grammligi bor. Mana natija. Bugungi 18-fevral kunidagi bir dona natija bo'ldi bugun. Agarda yana natija bo'lsa, Xudo xolasa tashiymiz yana.